Tekin Viza kanalida tekin viza olish imkoniyati. Chernogoriyada 2026-yil mavsumiy ish do'stlar. Budva shahrida joylashgan 5 yulduzli mehmonxonada hech qanday til sertifikatlariz qo'shimcha malakalar talab qilinmaydigan 800 yevro, 930 dollar maosh to'lanadigan ish o'rni sizniki bo'lishi mumkin. Mehmonxonada kir yuvish ishchisi, choyshablarni yuvish va texnik xizmat ko'rsatish, mehmonlar uchun kir yuvish xizmati, til bilish darajasi rus tili, 5 kunlik ish kuni, ish beruvchi tomonidan qulayliklar, bepul turar joy va 3 mahal ovqat. Hozir sizlar bilan ushbu ish o'rniga ariza topshirib ko'ramiz. Men qilayotgan harakatlarni takrorlang va sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Telegram kanal orqali sayt silkasiga kirib olamiz. Sayt silkasi ochilgandan keyin ushbu ish haqida ma'lumotlar yozilgan. Pastroqqa tushib, ushbu tugmachani ro'yxatdan o'tishni bosamiz va bizda jarayon boshlanadi. Ro'yxatdan o'tish jarayonimiz boshlandi. Quyidagi so'rovga biz ha deb javob beramiz. Va shaxsiy ma'lumotlarni kiritishni boshlaymiz. Ism, ya'ni o'zimizning ismimiz. Familiyamiz. Elektron pochta manzilimiz. Telefon raqamimiz. Va biz oldindan tayyorlab olgan rezyumeni biriktirishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha fayllarga o'zingiz haqingizda qo'shimcha ma'lumotlarni biriktirishingiz mumkin. Biriktirilgan xat bo'limiga o'zimiz haqimizda ma'lumotlarni rus tilida yozishimiz mumkin. Ya'ni qayerlarda ishlagansiz, qanday skilllaringiz, ya'ni ish tajribalaringiz, jamoa bilan kelishib ishlash imkoniyatlaringiz, boshqaruv qobiliyatlaringizni yozib o'tishingiz mumkin va saytning ushbu qismiga rozilik bildiramiz va hisobni topshirish tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ro'yxatdan ham o'tib oldik. Agar ish beruvchi ma'lumotlaringizni tekshirsa va sizni tanlab olsa, yuqorida kiritgan elektron pochta manzili orqali sizga qayta aloqaga chiqishadi. Ish o'rinlari e'lon qilinadigan saytlarni, silkalarni olish uchun siz Telegram messenjeringizdan bizni Tekin Viza deb qidirishingiz, kanalga a'zo bo'lib ma'lumot olishingiz mumkin. Agarda sizda qilinadigan hujjatlar haqida savollar tug'ilsa, CV, rezyume, cover letter haqida savollar tug'ilsa, Viza adminga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz.